Qo'yayotganlar falishki. qo'yayotganlar shunaqa qilasizlarmi? Qo'yib puli bo'lsa bu. Kela bilaman, sizlarda ham savdo ancha pasayib qolgan. Hozir Alloh baraka bergan, kasbda faqat ko'proq savdo bo'lyapti. Hozir men bitta o'rtog'im shu ish bilan shug'ullanardi. Hozir unga ishi yengil bo'lsin, qo'liga qalbaki pul kelib qolmasin deb pul sanaydigan apparatni eng zo'ridan o'tishyapman. Hozir o'zim ham buni ishlatmaganman, o'zim ham avaylerdim. Hozir shuni ishi yengil bo'lish uchun, sanaganda qiynalmasligi uchun, pul sanaganda qiynalmasligi uchun hozir joyiga olib tushdim. Joylarini ham ko'rsataman. Kimga shunaqa apparatlar yoki yaxshi qo'yli kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Mana hozir shu Instagramda mashhur qo'y bozoriga tushdik. Mana akalar hozir apparat olib kelishim bilan pulni tekshirdik. Sraz ichidan $50 falishki chiqdi. Men aytsam ishonmayapti. $50 falishki. Qo'yayotganlar shunaqa qilasizlarmi? Qo'yib puli bo'lsa bu. Ehtiyot bo'linglar falishkalardan. Kelar mana shu $50 falishki chiqqan. Hozir buni egasiga beraveramiz. Yaxshi egasini tanir ekan. Egasi qolgan pullarni tekshiryapti apparatda. Apparat seriya raqamlari bilan ko'rsatib beradi o'rtoq. Ha, o'shanda hozir falishka bo'lsa, ko'z o'tkazib beradi, to'g'rimi? Chiqarib tashlaydi. Mana falishka bo'lsa, mana chiqarib tashlaydi. Yo zo'r ekan. Joylarni shu barakali, fayzli qilib qo'ygan. Bemalol kelsanglar, mana bu o'tirib, qo'ylarni so'ydirib, qurbonlik qilib bemalol yaxshi xizmatlarni qilib beradi o'zi.